Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men energetika fakulteti 49-20 guruh talabasi. Hakimjonov Muhammad Xodim bo'laman. Bugungi biz elektromashinalar fanidan laboratoriya mashg'ulotini olib boramiz. Bizning mavzuyimiz 3 fazali 2 cho'lg'ali 3 burchak bilangan bog'lanish grafikini qurish. Mana biz hozir bizga kerak bo'ladigan asboblar, asbob uskunalar, transformator, kosmosni aniqlaydigan apparat, keyin laboratoriya stendi hamda laterimiz kerak bo'ladi. Va biz laterni ishga tushiramiz. Hop, bu yerda kuchlanishga nimalar, hisob kitoblar uchun o'z nimalarni olamiz. Va bu yerda ampermetrda nima ko'rinyapti? Ko'rib turganingizdek. Hop. Ko'zingiz piyimiz bu yerda. Ko'zingiz piyimiz bu yerda mana. Ko'zingiz piyishga tushiramiz. Hamda mega qiymatlar shu voltmetr hamda ampermetrlarimizda paydo bo'ladi. Bo'ldi ham ko'rishingiz mumkin. Va shu bilan laboratoriya ishimiz o'z